mashinalarning hammasini narxi 150 ming emas, 120 ming emas, 110 ming emas, 100 ming emas mayli, 80 ming emas mayli, 70 ming emas mayli, 57.500 so'm. Dastavkasi ham tekin. Hozir qanaqa qilib shularni zakaz qilishni o'rgataman. Meni duo qilasizlar. Buning uchun Yandex.Go ilovasiga kirib, YEDA bo'limiga kirib, u yoqdan KFC ga kiramiz va u yerdan Yandex Combo для нее deganidan ikkita tanlaymiz. Ko'rayotganinglardek, o'zining narxi taxminan 106.500 so'mga tushyapti, lekin hozir KFC da zo'r aksiya ketayotgani uchun 80 mingdan baland bo'lgan zakazga 25 ming so'm skidka qilib berishyapti. Shunda buyurtmalarning narxi 87.500 so'mga tushyapti. Lekin promokod degan joyiga hali mana promokodimni kiritganinglarda sizlarga 57.500 so'mga tushadi. Dastavkasi tekin. Eslatib o'taman, promokod faqat birinchi buyurtmaga ishlaydi. Agar sizda birinchi buyurtma bo'lgan bo'lsa, bu videoni yaqinlaringizga, tanishlaringizga jo'natib qo'ying, chunki bunaqa aksiya boshqa bo'lmasligi mumkin.